Aka niyat qiling, eng kamida sizga ham, bizga ham mana shunaqa qasr xonadonlarda yashash nasib qilsin. Bugungi yangi obyektimiz 7 sotixli hovli. Binoni kvadraturasiga keladigan bo'lsa, aka 1000 kvadrat. 250 dan podvol, birinchi, ikkinchi va 3-chi qavatlarimizni akam o'zlari uchun qurgan ekan. Aytibdilarki, hech narsadan pulni ayamadim deyaptilar. Endi men hozir obzorni qilib beraman, siz bemalol ekran qarshisiga joylashib oling. Kiraverish bu yoqda bizani asosiy darvozamizni, xonadonimizni uglovoyda joylashgani uchun bizda uyimizga kiradigan 3 ta eshik bor. 2 ta eshik, bitta mana shunaqa katta darvozamiz. Hovliga 2 ta yonma-yon mashinani qo'yib qo'yasiz, lekin zo'r tarafi shundaki, uy ro'parasida bitta bino bo'lgan ekan, eski noturar bino. Uni ham sotib olib, akam o'zlariga katta joy qilib qo'yganlar. Masalan, u joyimizni ham yashil maydon yoki mashinalarni qo'yish uchun sharoitini qilib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, xonadonimizga kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa chiroyli landshaftniy dizaynda qilingan yashil maydonimiz kutib oladi. Bu yerda o'zini paliflarigacha qilingan chiroyli yo'ligimizdan o'tganimizda kirishimiz bilan ro'paramizda bizani yozgi oshxona qismimiz joylashgan. Yozgi oshxonani zonasi ham juda katta, o'choq qozon, ikkitalab gaz plita, barbekyu zonalarimizgacha qilingan va shunday yozgi oshxonamizning yonida bu yerda yozda o'tiradigan joy. Ham tapchan qo'ysa bo'ladi, ham stol bemalol joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Zo'r tarafi atrofimizda katta binolar tushmagandek, hovlimizni unaqa bo'g'ib qo'ymagan. Sifatli deb nimaga aytamiz? Mana kolonnalarda ko'rsanglar bo'ladi, tosh ishlatilgan. Undan tashqari uyimizning to'liq eshik va romlari premium sifatli Engelberg eshik romlari ishlatilgan. Endi binoyimizni ko'ryapsiz ichkaridan. Bu ham alohida e'tibor ketadigan narsamiz, atrofi to'liq binoyimizning atrofi to'liq hovli qilib qoldirilgan. Ya'ni bu yon tarafimiz binoyimizning orqasi hovli, havo aylanishi uchun sharoitlari qoldirib ketilgan. Qani endi ichkarida qilingan mehnatni bitta ko'ring. Boshqa supermarketlardan o'zini katta assortimenti bilan ajralib turadigan oilaviy supermarket Andalusga kelganmiz. Bugun Toshkent shahar bo'yicha o'zini 7 ta filiali bor. Men Instagram profilligisini atmetka qilib qoldiraman. Kiring, ko'ring, qaysi lokatsiya sizni yashayotgan joyingizga yaqinligini va o'zingiz kelib assortimenti ko'pligiga bitta ishonch hosil qilasiz. Aynan siz qidirgan mahsulotlar bizani supermarketimizda bor. Hammanglarni Andalus do'konida kutib qolamiz. Niyat qilgan bo'lsangiz, aka videoni shu joyda bitta like bosib qo'ying. Men hozir ichkarida qilingan mehnatni ko'rsataman. Oyna bu toshcha effektini beradigan. Juda chiroyli chiqdi. Bu yerda bizani kiraverish eshigimiz, lyustralarga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Domofonlarimizgacha qilingan. Xonadonimizga shunday kirishimiz bilan o'ng qo'limizdagi xonamizdan boshlaymiz. Bu bizani zal qismimiz, katta zal va bu birinchi bizani zalimiz. Shunda общий xonadonimizda 2 ta zal qilingan. Endi hozirgi kunda spros bo'lib qoldi-da shu narsaga. Ko'pchilik mijozlarimiz, erkaklar, ayollarni alohida kutamiz, Murod. Shuning uchun 2 ta zal bo'lsin deb ko'pchilik so'rab turishadi. Mana bu art beton qilingan, mana bunaqa 3D, mana bunaqa hudojniklarimiz ishlagan mehnatlarga ahamiyat berib qo'yasizlar va televizorimizning orqa zonasi bo'lsa, bu tosh effektini beruvchi oyna qilingan. Xo'p, kirdik, chap qo'limizda bo'lsa, bizani oshxona qismimiz joylashgan. Mana bu holdagi kafel shunda davom etyapti. Oshxonamizda zo'r tarafi burchaklama oyna qilingan, keyin bu yerda eshigimiz qoldirilgan, hovliga oshxonadan ham chiqsa bo'ladi. Bitta kuxonniy garnitur qo'yilsa, mana shu joyga kuxonniy garnitur qo'yilsa, bemalol ovqat tayyorlab, ovqatlanib o'tiradigan sharoit qilib qo'ysa bo'ladi. Lekin undan tashqari bizani mana shu joyda bitta xonamiz bor. O'zi proyekt bo'yicha bu xonamiz kabinet yoki mana shu yerda oilaviy o'tiradigan xona qilib qo'ysa bo'ladi. Kichkina hol qilib qo'ysangiz, ili malli zal qilib qo'ysangiz, oilaviy mashqda o'tiriladigan joy qilinadi. Hozir spalnya emasmi deb shoshmay turing, chunki bu yoqda bizning birinchi qavatda spalnyamiz ham bor. Mana shunaqa chiroyli rombikli oynalarimiz qilingan va bu bo'lsa bizning birinchi qavatimiz uchun
yoshi kattalar, ya'ni otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, spalnamiz joylashgan. Bu birinchi qavatda va shundoq yonida bo'lsa, bu spalnamizni o'zini birinchi qavat uchun общий sanuzyul qismi joylashgan. Katta sanuzyul o'zini dushevayasi bilan. Bu bizani ikkinchi qavatimiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bizani mana shunaqa chiroyli hol kutib oladi. Holda meni o'zimga yoqqan narsa, mana bu oyna bor, tosh effektini beradigan. Sensorni включатель qilib ketishdi. Yoqib qo'ysangiz kechqurun ham podsvetkasi yonib, juda chiroyli vid berib turadi. Hamma svetlar o'chuv bo'lsa, balkonlarimizga tarafga qaragan oynalarni pardalar to'sib qo'ysangiz, mana bunaqa vidi lekin juda chiroyli turadi. Videoni bitta ko'rsatgan, qanaqa turishini yonib, xullas endi bilmadim, kamera yetkazib beryaptimi yoki yo'qmi, no вообще chiroyli bo'lib turibdi. Ikkinchi qavatda bu yerda bizda balkonimiz bor. O'zi terrasadan hozir ko'rsataman, prosta balkondan mana bu hovlimizni ko'rsating. Landschaftning dizayni juda chiroyli bo'lib turibdi. Hovlimizni yashil zonasi, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mehr berilganligi shundoq bilinib turibdi. Ikkinchi qavatimizdagi birinchi xonamizdan boshlaymiz. Bu bizani zal qismimiz. Katta zalimiz joylashgan. Shu aytdim-ku, ikkita zal qilingan. Pastda ayollarni, tepada erkaklarni, xullas o'zingizlarga moslab turib, qanaqa kutsanglar mehmonlarni ikkinchi zalimiz qilingan. Juda katta. Bir yoq tarafga bemalol divanni, bir yoq tarafga stol zona qivorsangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatimiz uchun ham bu yoqda domofonlarimizni qoldirib ketilgan va keyingi xonamiz bo'lsa, bu xonadonimizning egasini yotoqxonasi. Katta spalnamiz joylashgan va albatta bu spalnamizni bo'lsa o'zining ichida sanuzyuli, dushevayasi bilan joylashgan. Keyin mana televizorimizning orqasidagi podsvetka ham xuddi shunaqa ekan, sensorni shunday o'chirib qo'yib va yoqib qo'ysangiz, kechqurun podsvetkasi chiroyli. Hozir svetlarni o'chirib ko'ringchi, hammasini qanaqa vid bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli vid beryapti. Kechqurun yoqib qo'ysangiz, svetilnik o'rnida ham bu ishlab turadigan podsvetka bo'ladi. Keyingi xonamiz, ikkinchi qavatimizdagi uchinchi xonamiz. Xolasangiz detskiy, xolasangiz yotoqxona, xolasangiz malli zal. Oynalarimiz ham ko'cha tarafga, ham hovlimiz tarafga qaragan. Lustralarimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qavatimizdagi 4-xonamiz. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan 4-xonamiz. Bu ham bitta katta spalni sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ranglar yaxshi, atachentani effektini beruvchi aboylarimizni yopishtirib qo'yilgan. Va mana bu hovlimizdagi rang yashil, juda boshqacha vid berib turibdi. Shunday yo'lligimizdan o'tganimizda bu yerda bizning ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan katta sanuzyulimiz o'zini dushevayasi bilan joylashgan. Eng tepa qavatimizga chiqarishimizda shunaqa chiroyli lyustralar ilib qo'yilgan va terrasa qismimizga chiqishimiz bilan bizani mana shunaqa katta prostranstvo kutib oladi. Ochiq prostranstvo. Bo'timizni ochiq, bir yoq tarafimizni, bu yoq tarafimiz chiqqanda o'ng qo'limizni bo'lsa, navesli qilingan. Bu yerda yozgi oshxona uchun joyimizni qoldirib ketilgan. Issiq suv, sovuq suv, sliflarimizgacha bu yoqda olib chiqib qo'yilgan. Gaz ham bor. Shu yerda chiroyli yozgi oshxona qilib bo'ladi. Chiqqanimizda chap qo'limizda bo'lsa, o'tiradigan joy, televizor, antenna, Wi-Fi'larimiz uchun sharoitlarimiz qoldirilgan. Tepada terrasamiz uchun alohida sanuzyulimiz qilingan. Devorlari atachenti, patoloklarimizgacha atachenti qilingan. Joylashgan joyiga mashtan tushuntirib o'taman. Shunday Yashnobod tumani, shunday mana rohat quruq uyimizning terrasa qismidan ko'rinib turadi. Shunday yonimizdan bo'lsa, metroli o'tgan, xullas tog'lar ham mana terrasa qismimizdan xullas ko'rinib turibdi. Eng pastki qavatimiz, uyimizning podval qismi, o'rtada zinadan tushdik, o'ng qo'limizda ochiq prostranstvo. Ro'paramizda bo'lsa, bu eshik hovlidan tushsa bo'ladigan eshigimizda qoldirilgan va uydan tushganimizda chap qo'limizda ham xuddi shunaqa ochiq prostranstvo qilingan. Ya'ni podval qismimiz xonalarga bo'linmagan. Kinoteatr, sport zal, bemalol kinoteatr masjidga, chunki televizorlarimizgacha ko'rayotganinglardek o'rnatib qo'yilgan. Okay, uyni ko'rdingiz, qilingan mehnatni o'zingiz ko'rdingiz. Video baribir video bitta kelib, живой ko'rmasangiz bo'lmaydi.
Narxini videoda aytib o'tib ketardim, hali narxi chiqmagan. Agar videoni joylashtirgunimizcha xudo xolisi narxi chiqadigan bo'lsa, albatta videoni opisaniyasida yozib ketaman. 7 sota hovli Uglovoyda joylashgan. Binoyimizni 1000 kvadrat, podvol, birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlarimizni terrasa, xullas terrasadan ko'rdingiz o'zi tog'lar ham ko'rinib turibdi. Ani mazza qilib yashaydigan uy bo'lgan. Niyat qilganlardan albatta bitta like, srazi like bosib qo'ying va kanalimizga podpisatsiya qilib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Chunki bu bizning yangi kanal, eksklyuzivniy mana shunaqa chiroyli xonadonlarni qo'yishda davom etamiz. O'tkazib yubormasligingiz uchun podpisatsiya qilib qo'ying. Zo'r proyektlarni joylashtirib boramiz. O'z kanalimizga ham kirib ko'rsangiz, zo'r uylarni qo'yib boramiz har safar. Yoqqan bo'lsa bitta like, sizga ham, bizga ham va kimga shunaqa uyda yashashni ravo ko'rsangiz, o'ziga videoni yuborib qo'yishni unutmang. O'tayotgan kuninglar xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.